Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli kardeşler, ben aldığımki derste, aldığımki videoda ihlas üstüge, samimiyet üstüge, rastçılık üstüge, ilahi asas üstüge, manevi kıymet üstüge kurulgan dostlarının insan için dünya ahirette acayip katta fayda menfaatke sebep bulunduğunu, nihayeti katta bir nimet ikenligini bayan kılışla birge. Muşundaq nimetni, muşundaq kattı nimet boğan muşu qarindaşlık, dost buradarlıkni buzulğan amillarning mubalığı ve derslerimizin devamında şu amillar hakkında, şunun yani qarindaşlıkninki buzuluşning sebepleri hakkında to'xtaladiganligimizni ham uçur bergan. Elbette biz aldığımız dersimizde mi dep ötkendek bununla bazı qarindaşlarımızın mesela bazı söhbetlerde, bazı uçuruşlarda biz vatanda acayip ötep dikenmiz. Vatanda acayip bir dostlarımız bulup diken. Bu chet elçilikte bir xil yalğızlık his qilyapman. Yalğızlık his qilyapmiz. Degendek mushunda gaplar naytu köp uçraydı, köp anlamatıdı. Hoş. Onun için ben qarindaşlarımızga özümden başlap qarindaşlarımızga bir faydası olsun. Aşında qarindaşlık neme üçün vatandaki vaqtimizda bo'lgan, neme üçün bu chet elde bo'lmay qoldi, yoki de vatanda buzulmagan o dostlar chet elde buzuldi. Demek bu dostlarning buzilishining bir qator sabablari bor. Buni buzulgan omillar bor. Bunu bilishimiz lazım ki bununla dikkat qilaylik. Bu dostlarni saqlab qolaylik. Degan maqsadda şu dostlarni buzulgan omillar haqida to'xtalmoqchi. Bugun jumladan şu omillarning birinchisi haqida to'xtalamiz. Dostlarni buzulgan nurg'un omillar bo'ladi. Shulardan birisi biz bugun darsimizda to'xtaladigan türe qismi. Xo'sh. Hemimiz bilgendek dünyada yani hemimiz özümüzün cemiyetinde aşında dostluklarını küreklik. Acayip buradarçılıklarını küreklik. Hatta özümüz yaşarlık mesela. Hemimizin özümüz yaşarlık bir hayatımız, bir hikayemiz, bir kısmımız var bu dostluk hakkında. Ama bazı dostluklar nayet az bir kısım dostluklar uzun davamlaşkan bolsa mu? Başlangıçtan başlap hazır kadar davamlaşıp kelgen bolsa mu? Bir kısım dostluklar 1 yıl 2 yıl davamlaşkan, yoki 4-5 yıl, yoki 8-10 yıl davamlaşkandan keyin tügügen. Hatta şu bir neçe yıl senin mening demey yaşagan dostlarninki ma'lum mezgildan keyin yo'lda uchrashishda qolib boshini lanishtirib qo'yib, o'tib ketishadigan, balki yaqin kelib qolsa assalomu alaykum, alaykum assalom deyishib qolib ketadigan holatga kelib qilayotganligi hammamizga real ma'lum bo'lgan bir masala. Hammamiz buni ko'ryapmiz, hatto yashadik. Demek bunun sebebi nima? Nima uchun başta bir necha yil hech narsadan oyashmay, hech narsani yushurishmay yashagan, acayip do'st qarindosh bo'lib yashagan, tuqqandan charolab yashagan, ama nima bo'lib keyin ayrılib ketdi, keyin buzildi bu do'stlar? Elbette bunun sebepleri var. Şu sebeplerden birisi. Biz hazır to'xtalmoqchi bo'lganimiz şu. Bu sebepning ismini ahirida xulosalayman. Masalan, inson bir yo'lda yurgan vaqtimizda, mangan vaqtimizda, azada normal bir yo'lda yoki bog'chaning yo'llarida masalan, yan-yancha mangamiz. Mo'rimizga qo'llarimizni elishib mangishimiz masalan, qo'llarimizni tutishib mangishimiz mumkin. Jumladan tang mangamiz, paranglashib mangamiz. Ammo bu bizning dostluk halimizden, hayatımızdaki nayeti yarkın güzel bir görünüşünün ifadesi. Misali. Ama insan her vakit okşaş bir halette yaşamda, okşaş bir yolda mağalamda dese onda olmaz. İnsanın hayatı her vakit özgürüp durdu. Bunun seviyesi özgüreydi. Bunun derecesi ve bununki her xil muhitga ko'ra, jamiyatga ko'ra, buning yashiga ko'ra
bu insonninki hayot bosqichi farqli bo'ladi. Bosqichlari farqli bo'ladi. Buning hech narsani xiyol qilmaydigan chaqlar bo'ladi, hech narsani orzu qilmaydigan chaqlar bo'ladi. Xiyol tasavvur shakllanmagan chaqlar bo'ladi. Xiyol tasavvurga erishgan chaqlar bo'ladi. Bir narsalarga ishtiyoq bog'laydigan chaqlar bo'ladi. Demak, bu har bir mezgil yana bir mezgildan farqli bo'ladi albatta. Endi do'stlar ashunda vaqtida siniladi. Ashunda o'xshamagan palla o'xshamagan bosqichlardan o'tayotgan vaqtida baştaki bosqichda balalik bosqichingda qanday bo'lgan bo'lsang, turmushga chiqqan vaqtingdami u chaqda tabiiyki erishkil tarafda o'zgarish bo'ladi. U hayotdagi o'zgarish sening do'stlikqa ta'sir ko'rsatmasa, yani inandan keyin arzu arman shakllanadi. O arzu armanlaring o do'stlikqa ta'sir ko'rsatmasa, bu do'stlar haqiqiy do'stlar bo'lib davomlashadi. Agar bu do'stlar hayot bosqichlarimizninki farqiga ergishib, farq qilinib ma'noga bo'lib qolsa, albatta har bir bosqichda ma'lum darajada yiroqlashib ma'qul tursa, bu 3-4 bosqichda tugaydi, vayron bo'ladi. Xo'sh. Masalan, inson bir yo'lda bay yuqori deganimizdek, azod yo'lda manganda tang mangadi, barabar mangadi, qo'l tutishib mangadi, mörüge qo'lini qo'yishib mangadi. Ammo cho'qim bir adam o'tmasa, o'tkil olmaydigan bir taqchilik yerga berib qolganda, bu ikkinchi bir bosqich ifodalaydigan bir holat. Qanday o'tadi? Mushuni qanday hal qilish kerak? Agar bu yerdan birisi, masalan men do'stimni sal qoldirib, boshda men o'tay deb men o'ssam, yoki de u o'rin qorong'uroq ekan, ikisini bilenmedim, chaqlayolmadim. Unda ahvolda do'stim boshda o'ssina degandek, mavo boshda o'ssina, ikisini bilib bırakmangay deb uni munda chiqarib qo'ysak masalan. Albatta, mushu nuqtada bizga bir nuqta qo'yiladi. Bizning do'stligimizga bir nuqta qo'yiladi. Ashu bosqichga kelganda, ashu bosqichda bizdagi farqga ko'ra, bizdagi o'zgarishga ko'ra do'stligimizda o'zgarish paydo bo'ladi. Paydo bo'lib qarabmadi. Shuningdek bir fursat keldi. Men izlayotgan, do'stimni izlayotgan fursat, ammo u fursatdan men xabar topdim. Shu vaqtda o fursatni men o'zim uchun qo'llanamanmi, do'stim uchun voz kechamanmi? Do'stimga bag'ishlaymanmi? Bu bir bosqich. Agar uni nayti ta'sir keldi, necha vaqt kutdik. Yani bundan keyin bunday fursat kelamdi, kelmamdi. Yaşımız bu holat tutmaydi. Bu fırsatın o'zim foydalanib olay degan aman yana bir chiqib qo'yildi. Yana bir hang yoki de boshda qo'yilgan haliqi hang changraydi, yo'g'onaydi, tushib yo'g'onaydi. Agar biz shu fursatni ya bu bir dunyolik bir ishkan yoki de bir dunyoda bu bittalan fursat yo'q. Bundan keyin bo'lishi mumkin bo'lgan ish bu. Ammo menga nisbatan bunday do'st yana qachon bo'ladi, nerede bo'ladi? Men falon ishimdan boshlab kelgan bir do'stim bu. Yani bu do'stimdan men mushu narsani ayamayman. Bu narsani deb mening do'stligimga ta'sir yetkazsam qanday bo'ladi deb uni do'stiga o'tinib bergan vaqtida demak u bosqich uning hayotidagi o'zgargan u bosqich uning do'stligiga, uning xarakteriga ta'sir ko'rsatmasa, onun tanlışığı ta'sir ko'rsatmagan vaqtida do'stlikqa ta'sir ko'rsatmaydi. Demek inson normal vaqtda hech qanday bir tanlashga to'g'ri kelmagan vaqtda do'stim deb o'tgan bo'lsa-mu, ashunday vaqtga kelgan chaqda o'zini oldiga qo'ygan hamon bu buzilish qarab manadi. Xo'sh, bu nimadan darak beradi? Bu vaqtda biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in iki hadisini o'qish bilan, buni bayon qilish bilan bu vaqtki so'zimizni, temimizni oxirlashtiramiz. Biri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem deydi: "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi."
Sizlarning biringlar deydi. O'sha mu'min iymon etganlarning ichidan qaysi biringlar o'zi uchun yaxshi ko'rgan narsani qarindoshi uchunmi yaxshi ko'rolmasa, u mu'min bo'lolmaydi deydi. Bu la ilahe illalloh Muhammedur Rasululloh deb qoplam qalib o'tirgan odam bilan la ilahe illalloh Muhammedur Rasululloh deb uning keyindagi 4 ruknini barpo qila olgan odam bilan o'xshamaydi. Uni qilib bo'lib, ashuni 5 binoy musulmonchilikni qilib, uningdan boshqa nurg'ulg'an amali solihlar bor dunyoda, insonchilikda, musulmonlarchilikda. Ularni qilgan odam bilan mushuni qilib qolib o'tirgan o'xshamaydi. Demak, bir inson, bir musulmon o'zi uchun yaxshi ko'rgan narsani qarindoshi uchun o'tinib bermasa, qarindoshi uchun o'tinib berilgan musulmon bilan farqli qiladi dedi. İmanı farklı qiladi dedi. O'zi yaxshi ko'rgan bir narsani, bir fursatni birisi qarindoshi uchun o'tinamadi. O'ziga udiladi, o'ziga to'g'ri dedi. Yana birisi o'ziga yaxshi ko'rgan shu fursatni qarindoshi uchun o'tandi, voz kechdi. Bu ikkisining imonida farq bo'ladi deydi Rasululloh. Demak, bu hadis orqali bu do'stlikqa nisbatan vafodor bo'lishning o'zidan kechib do'sti uchun bag'ishlanishninki iymon bilan munosabatli ekanligini bayon qiladi va shundaqla bu do'stlikni saqlab qolishning yo'lini ko'rsatyapti Rasululloh bu hadisda. Qarindoshlarimizga o'xshash munosabat bilan bir narsani eslataman, tavsiya qilaman. Hadis, oyat, Qur'on, hadis degan vaqtimizda Qur'on hadisning ta'limotlari, Qur'oni Karimda bunda oyat va Rasululloh bunda degan hadisda deyilgan vaqtida buningga asosan bir g'aybiy, xiyoliy bir narsa sifatida muomala qiladigan ahvollar ig'ir. Ya'ni tavarruk bir narsaga muomala qilgandek. Tavarruk bir hikoya qissasiga deb bunday boshlang'ich qilib qo'ygandek muomala qiladigan ahvollar bizda nihoyat ig'ir. Asli bu Qur'on hadisda deyilgan so'zlar bu bir tavarruk bunday o'qib qo'yadigan, anglab boshlang'ich qilib qo'yadigan narsa emas. Bizning hayotimizni o'ngshaydigan, bizning hayotimizda bizga yo'l ko'rsatadigan ko'rsatmalar u, ta'limotlar u. Agar biz har bir oyat, har bir hadisni biz uchun, men uchun bir ta'limot, men uchun bir ko'rsatma deb muomala qiladigan bo'lsak, biz dunyoda nurg'un ishlarda oldida mang'alaymiz. Nurg'un ishlarimizni isloh qila olamiz. Nurg'un ishlarimizni sifatli qila olamiz aslida. Demak, yuqorqi hadis bizga shu ma'lumotlarni beradi. Biri, do'sti uchun kechalishning onun imanına ta'sir ko'rsatadiganligini. Kechemmise onun imanının tuyan oladiganligi, o'zidan kechib do'stiga bag'ishlay olgan vaqtida onun oshi qilgan ishi onun imonini ziyoda qila oladiganligi. Uningdan boshqa o'zidan kechib do'sti uchun bag'ishlanishninki bu do'stlikni saqlashning yo'li ekanligini ko'rsatadi qarindoshlar. Buni bu ishni muomala qilish kerak, sezgir qilish kerak. Yana bir hadisda Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamning qishig'i bir kishi keldi. Bu kishi dedi: "Ya Rasululloh, bana şunday bir amelini ko'rsatishlar deb ki, men o ishni qilish orqali Allah'ın muhabbetiga ve insanların muhabbetiga erishaylik. Men şunday bir ishni qilsam, Allah meni yaxshi ko'rsin, insanlar meni yaxshi ko'rsin. Bana şunday bir ishni deb dedi. Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam şu vaqtda izhad fid dunya yuhibbakallah. Dunyoga berilmagin, Allah seni yaxshi ko'radi. İzhad fima indan nas yuhibbakan nas. İnsanların qo'lidagi narsaga ko'zingni tikmagin, insanların qo'lidagi narsani tama qilmagin, insanların qo'lidagi narsadan yuz o'rgin, insanlar seni yaxshi ko'radi deydi. Demak, buningda Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam nayet yarqin şekilde bu do'stlikni buzadigan ve onu saklap kaladigan bir yol yo'riqni bizga bergan. Bu ilahi bir yol yo'riq bu. Peygamberimiz sallallohu aleyhi ve sellem'ninki her bir sözü bulup mu şu iman diniga munosabatli har qanday sözü ilahi söz hisoblanadi. Vahiyga bog'langan söz. Demek bizningki bugungi nuqtada to'xtalmoqchi bo'lgan, ya'ni to'xtalayotgan qarindoshlikni buzadigan amillarning birisi, yani bugün biz devatkan türü dunyaga birliş. Kişilerinin qo'lidagi narsaga cho'mchish.
üzdün yuğunuğa, üzdün çoğunğa isli biliş. Aşunundaki nersi mende olsun şu. Men bu aşununda bir bayılap kessem şu. Bana bu aşununga kelgen fırsatlar kelsiz şu. Dep fırsat temakorluqı qilish, bayliq temakoru buluş. Qataliq bu dunyoga birilish, dunyoviy moddiy manfaatlarni tama qiladigan tamakorluq. Dunyoviy moddiy manfaatliga cho'mchish. Mana bu do'stlikni buzadigan illat omillarning birisi. Demakchi qarindoshlar. Bugungi nuqta mushu qarindoshlarimizningki o'zini mushunda masalaga qarta selishtirib ko'rishini, o'zida mushunda ahvollar ko'rilgan bo'lsa, isloh qilishga ahamiyat berishini umid qilamiz. Alloh subhanahu va taolo hammamizni o'zimizni boriga qanoat qiladigan, Alloh subhanahu va taoloning bizga bergan moddiy ma'naviy ne'matlariga shukr qilishni biladigan mu'minlarning qilsin.